Agar siz zamonaviy sohalarda ishlamoqchi bo'lsangiz yoki ishlayotgan bo'lsangiz, o'zingizni uslugingizni qanaqa sotishni bilmayotgan bo'lsangiz yokida qimmatroq sotmoqchi bo'lsangiz, aynan bu video siz uchun bag'ishlanadi. Hozirda bu video yozilayotgan paytda men Space Academy'da ijrochi direktor bo'lib ishlayapman. Bu videoda sizlarga nimani o'rgataman? Bu videoda o'zim shu paytgacha ishlatib kelayotgan instrument orqali qanaqa sotuvlarni amalga oshiryapman va bu instrumentni studentlarimizga o'rgatganimdan keyin juda ko'plab loyihalarni qimmat cheklarda olishni boshlash. Shu narsani bu darsda sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Ko'pincha ishga borayotganda eng ko'p qilinadigan xato bu suhbatga umuman tayyorlanmasdan borish. Qaysi kompaniyaga borishyapti, nima sababdan u qanaqa xodim olmoqchi, nima sohada ishlaydi, u narsani hech ham o'rganishmaydi. Va ikkinchi xato, yozayotganda ham rezyume tashlayotganda o'zlariga umuman ishonchsiz yozishadi. Shunchaki rezyumeni tashlab qo'yishadi, biz shunaqa narsa qila olamiz. Misol uchun targetolog bo'lsa, men faqat target yoqa olaman, bo'ldi. Nima uchun o'zi targetolog olyapti degan narsalarni umuman o'rganib o'tirishmaydi. Va shu uchun ham ko'p holatda ishga kirisha olmaydi. Ishga kirishda eng asosiysi to'g'ri voronkalarni sozlab qolish va har bitta etapdan klientni to'g'ri o'tkazadigan bo'lsangiz, 99% holatda siz ishga qabul qilinasiz. Ko'pchilik qiladigan eng katta xatolardan bittasi tanishuv. Ya'ni hech qachon o'zini to'g'ri tanishtirishmaydi. Shunchaki assalomu alaykum, rezyume. Nima maqsadda yozyapsan, nima uchun aloqaga chiqyapsan, u narsalar umuman yo'q. Har doim qayerdadir vakansiya ko'rdingizmi, vakansiya kanallarini birinchi qiladigan ishingiz to'g'ri tanishish ular bilan. Yangi kirayotganlar eng ko'p xato qiladigan joyi shu. O'zini to'g'ri tanishtirishni bilmaydi. Har doim tanishtirayotganda e'tibor bering. Tanishtirayotganda o'zingiz kimsiz? Nima maqsadda yozyapsiz, u narsani aytishingiz kerak. Misol uchun, assalomu alaykum, meni ismim Sanjar. Men targetolog bo'lib ishlayman. Sizlar targetologlik vakansiyasini Headhunter'da qoldirgan ekansizlar. O'sha maqsadda sizlarga yozayotganman. Shu narsa orqali tanishishni boshlashingiz mumkin hisoblanadi. Tanishayotganda qanchalik yaxshi munosabat o'rnatadigan bo'lsangiz klient bilan, shuncha sizga nisbatan ishonchi ortib boradi. Bitta misolni keltirib beraman. Bizda bitta o'quvchimiz bo'lgan target kursida oddiy sotuv voronkalarini tushunadigan odam uchun bu nerealniy ko'rinishi mumkin. 40 ta targetdan zaявка olganlar. 22 ta prodaja qilganlar. Ularning eng asosiy bitta instrumentlari bor. Har doim tanishayotgan odam bilan connect bog'lab olardilar. Ya'ni qayerdadir birga yegan ovqatlari bo'lishi mumkin, bitta joyda turishlari mumkin. Nimaga? Odamlarda daveriya bo'lishi uchun sizga nimadir siz bilan billa ko'rgan, billa bo'lgan joylari kerak bo'ladi. Misol uchun oxirgi marta gaplashganimizda studentlarda biz amaliyot qilamiz, har doim sotuv darsida o'tirg'izdik, ikkita studentni. Birinchi boshlagan narsalar qayerda turasiz? Men shu teleminorani, telebashnani tagida turaman. O'sha telebashnani tagida 5 qozon bor. Men har doim o'sha yerga chiqib ovqat yeyman deb, har doim boradigan connect eng kichkina instrumentni ishlatib zo'r tanishuv hosil qilayotganlar. Bu esa odamlarda sizga nisbatan ishonch oshishiga sabab bo'ladi. Ya'ni siz boshqa kandidatdan ko'ra bitta narsani ko'proq beradigan bo'lsangiz, sizni tanlash ehtimoli oshib ketadi. Shu orqali ham birinchi tanishuv nuqtangizni boshlab olishingiz mumkin bo'ladi. Zo'r tanishuvdan keyin albatta mijozning ehtiyojini aniqlashingiz kerak. Ayniqsa bizning sohada. Chunki bizda shunaqa trend bor, hozir O'zbekistonga ketyapti. Tanishlar SMMchi ishlatayotgan ekan, men ham SMM qilishim kerak. Odamlar video olishayotgan ekan, men ham video olishim kerak. Bunaqa klient bilan hech qachon uzoq ishlayolmaysiz. Chunki maqsadlar oldindan aniq belgilanmagan bo'ladi. Shuning uchun ham har doim mijozning ehtiyojini aniqlashingiz kerak. Nima uchun sizni berayotgan uslugingiz unga kerak va shunda aniq u nima xohlayotganini bilasiz va o'zingiz nima yetkazib bera olishingizni aniq etib bera olasiz va to'g'ri summani aniq belgilay olishingiz mumkin bo'ladi shunda. Bu sohada mendan oldin ancha oldin kelgan guru saleslar bor, sotuvchilar va ular biz uchun formula tashab ketishgan. Bu formulaning nomi spin deyiladi. Ya'ni to'liqroq, ya'ni yoyilmasini buni sizlar o'zingizlar Instagramdan yoki YouTubedan qidirib topib olishingiz mumkin. Oddiy tushuntirib ketaman. Vaziyat savollari, muammoli savollar, oqibat savollari va keyinchalik to'lovga yoki nimadirga undash bo'yicha savollar berishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz qanaqa savol berishim kerak degan savol bilan hech qachon murojaat qilmaysiz. Aniq bor. Ya'ni vaziyatini birinchi o'rinda aniqlashingiz kerak. Klientga SMMchi nima uchun kerak? Shu paytgacha nega SMM qilmadi? Shu savollarni so'rash orqali siz uni hozirgi situatsiyasini aniqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni hozirgi paytda o'zi SMM qilyaptimi? Yokida nima uchun SMMga unda ehtiyoj paydo bo'ldi? Shu narsani aniqlashtirib olishingiz
kerak bo'ladi. O'shandagina siz keyingi muammolarni bilishingiz mumkin bo'ladi. Shunchaki o'rtoqlarimiz men qilayotganim uchun qilmoqchiman desa, nima sababdan endi boshlamoqchi? Savdosi tushib ketdimi? Aniq klientning muammosi bo'ladigan bo'lsagina siz unga sotish ehtimolingiz yuqori bo'lib ketadi. Ya'ni bu proyekt olayotganingizda ham, qat'iyadir ishga kirayotganingizda ham 100% ish beradigan narsa hisoblanadi. Shuning uchun birinchi o'rinda biz vaziyat savollarini berib olishimiz kerak bo'ladi. Shu savollar orqali biz klientimizni hozirgi vaziyatini aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi o'sha etapga o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu muammoli savollar. Nima muammo sabab u sizga SMMchi olishni boshladi? Nima muammo sabab targetolog olishni boshladi? Oddiyda tushuntirishimiz mumkin. Lead qimmat bo'lgani uchun va lead sifatsiz bo'lgani uchun men yangi targetolog olishga majbur bo'laman deb aytdik. Ya'ni uni muammosi aniq. Ya'ni lead qimmat va uni lead qimmat bo'lgandan keyin va kачествоsi ham juda past hisoblanadi. Qanaqa qilib uni yaxshilash mumkin va shuning uchun ham bu targetologlarga murojaat qilyapti. Demak, uni muammosini aniqlaydigan savollarni berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqa muammo bilan o'zi sizga murojaat qilyapti. Shu muammolarni 100% aniqlagandan keyingina siz yaxshiroq taklif bera olasiz va u aytayotgan muammoni hal qila olsangizgina ishga kirasiz. Hal qila olmasangiz yo'q. Bu biznesmenlarga ham kerakda. Siz aniq ayting muammongizni, nima xohlayapsiz o'layotgan kandidatdan va u qilib bera oladi yoki qilib bera olmaydi. Shunga qarab narx belgilashingiz mumkin bo'ladi va bozorda odamlarga ishonch ham ortib boradi. Ko'p biznesmenlar 200-300 dollarga kecha kursi bitirgan bolani olib qo'yishadi-da va ulardan 2000, 3000 dollarlik ishlarni kutishadi. Bu real emas. Ya'ni 200-300 dollarlik kadrlar, skillari baribir 2000-3000 dollarlik kadrlar skillari bilan bir xil bo'lmaydi. Shuni hisobiga siz aniq muammongizni aytsangiz va nima undan yechim kutayotganingizni aytadigan bo'lsangiz, u sizga qilib bera olsagina uni ishga oling, bo'lmasa vaqtingizni ham ketkazmang. Va aniq shu muammoni решенияsi bozorda nechta pul, shu narsani biladigan bo'lsangiz, siz ham to'g'ri narx belgilay olishingiz mumkin bo'ladi. Nega ko'pchilik biznesmenlar katta puli bo'lsa ham kichkina budjetda ajratgisi kelmaydi. Chunki kichkina budjetda ham risk ko'rgisi kelmaydi. Siz xodim bo'lib turib, ya'ni kirayotgan xodim bo'lib turib, unga aniq muammosini ochib va uni qanaqa hal qilib berishingizni aytadigan bo'lsangiz, hal qilib berganingizdan keyin u nechta pulga aylanishini aytadigan bo'lsangiz, klient shunga to'lashga rozimi yoki norozimi shuni bilib olib, o'sha orqali muammosiga решенияni sotishingiz mumkin bo'ladi. Implication, oqibat savollari deyishadi. Ya'ni mijoz aynan shu muammosini hal qilish orqali qancha yutishi mumkin. Balki pulda bo'lishi mumkin, balki vaqtda bo'lishi mumkin, balki energiyasida bo'lishi mumkin. Nima yutadi? O'sha narsani aniq so'rab oling. O'shandagina siz mijoz ertaga e'tiroz bildirganda sizga, misol uchun, menga hozir to'g'ri kelmas ekan, menga hozir qimmatli qilar ekan deydigan savollarga bemalol siz agar hozir shu muammongizni hal qilmasangiz, shuncha vaqtingizni yutqizishingiz mumkin, energiyangizni yutqizishingiz mumkin, pulingizni yutqizishingiz mumkin degan narsalarni bemalol unga aytib berishingiz mumkin bo'ladi. To'rtinchisi yo'naltiruvchi, ya'ni yo'naltiruvchi savollar deyishimiz mumkin. Bu yerda siz klientni xohlagan направленияngizga yo'naltirishingiz mumkin hisoblanadi. Ya'ni bu siz uchrashuvga ko'ndirishingiz mumkin. Siz endi muammolarni aniqlab bo'ldingiz, endi siz qanaqa yechim bera olasiz o'sha narsani prezentatsiya qilish uchun uchrashuvga ko'ndirishingiz mumkin. Yokida bemalol siz uchrashuvga ko'ndirishdan oldin shu o'zida ham prezentatsiya qilib berishingiz mumkin. Lekin effektivnost qayerda rezultat yaxshiroq bo'ladi desangiz, iloji boricha har bitta narsani uchrashuvda aniqlaydigan bo'lsangiz, chuqurroq aniqlaysiz va chuqurroq решениyalar berganingiz uchun qimmatroq ham sotishingiz mumkin bo'ladi. Iloji boricha biz aytamiz, ehtiyoj qismini ham uchrashuvda aniqlang yoki ehtiyoj qismini uchrashuvda aniqlashga klient rozi bo'lmaydigan bo'lsa, telefonning o'zida taxminan 15 minut savol javob qilganingizda iloji boricha gaplashayotganingizni zapis qilish esdan chiqmasin. Zapis bilan nimaga? Chunki ertaga esingizdan chiqadigan joylarni yozib olish uchun. Iloji boricha esingizdan chiqmasligi uchun va uni aniq muammolarini yozib olishga ham harakat qiling. Yozib olganingizdan keyin u ertaga tekshirayotganda aniq muammolarga qanaqa yechimlar bera olasiz va u yechimingiz nech pulligini bemalol aytib berishingiz uchun kerak bo'ladi. Bu endi yangi kirayotgan xodimlar uchun edi. Yangi siz endi kursni bitirib chiqdingiz yokida 2-3 ta loyiha olgan, yana ham kengaymoqchi, lekin siz professionalroq bo'ladigan bo'lsangiz, biz doimo buni o'rtasiga aytamiz, filtr savollar qo'shinglar. Ya'ni o'zingiz uchun kerakli bo'lgan auditoriyani aniqlab olish uchun filtr savol berishingizni aytib o'tamiz. Misol uchun 3 xil filtr qilishingiz mumkin bo'ladi. Ehtiyoji aniqroq,
boshlang'ich, undan keyin siz puli va muddati. Ya'ni ko'pchilikdagi eng katta bo'ladigan muammo katta proyektlarda pul bo'yicha bo'ladi. Ya'ni siz o'zi 2000-3000 dollarga proyekt olasiz, undan arzonga ola olmaysiz, chunki sizni komandangizda kuch ko'tarmaydi va shu uchun kliyentni o'zi sizga to'laydigan puli bormi, zaifga qoldirayotganmi, shu narsani aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Oddiy aytishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqa qilib aniqlashim mumkin bitta proyektda puli bor yoki yo'qligini? Agar siz uzoqroqdan olib kelishga harakat qilaman. Nimaga? Chunki produktni ham tushuning deb o'ylab, stabilizator sotyapsiz deylik. Stabilizator sotayotgan odam qanaqa qilib klientni puli bor yoki yo'qligini so'ramasdan aniqlashi mumkin. Oddiy instrument bor. Uyda nechta texnikasi borligini bilishingiz mumkin bo'ladi. O'rtacha 7 tadan ko'p texnikasi bo'ladigan bo'lsa, demak u odamning ko'p holatda puli bor bo'lishi mumkin. Lekin degan joyi ham bor. 2-3 ta texnikasi bo'lib ham puli bor bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin. 2-3 ta texnika ham bor desa, qaysi brend? Agar u premiumroq, misol uchun Bosch, Smack haqida gapirayotgan bo'ladigan bo'lsa, demak uni puli bor va u uchun narx muhim ahamiyatga ega emas. Siz berayotgan taklif yaxshi ahamiyatga ega hisoblanadi. Lekin arzonchi, misol uchun arzonroq bo'lgan RTL aytadigan bo'lsa, demak u odamda birinchi o'rinda narx turadi. Bu produkt uchun. O'zimizning sohamiz uchun bo'ladigan bo'lsa, biznesni oborotini bilsangiz bo'ladi. Ya'ni biznes oboroti qancha katta bo'ladigan bo'lsa yoki sof foydasi qancha katta bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha sof foydasini aytishmaydi, shuning uchun ham oborotni aytdim. Oboroti qancha katta bo'ladigan bo'lsa, sizga ham kattaroq pul to'la oladi. Misol uchun qurilish har doim SMM uslubiga kattaroq pul to'la oladi. Qanaqadir производство ishlab chiqarishlar SMMga kattaroq pul to'la oladi va juda katta rezultat kutishmaydi. Lekin kichkina oborotga ega bo'lgan o'quv markazlari bor. Ular har doim kam to'laydi, oboroti kichkina bo'ladi va shuni hisobiga ishlari ham ko'p bo'ladi ular. Chunki doimo qon kerak, pul kerak va shuncha ham SMM bo'g'ishga harakat qilishadi. Proyekt olayotganda shunaqa filtrlarni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ehtiyoj, boshlang'ich ehtiyojini aniqlashingiz mumkin. Rostdan o'zi unga hozir zarurmi, bu narsaga, produktga ehtiyoji bormi yoki yo'qmi, shu narsa bo'yicha filtrlab olishingiz mumkin bo'ladi va muddati, ya'ni qanchalik u odamga kerak. Misol uchun menda o'zi SMM komanda ishlayapti, bo'li normalniy. Qanaqadir SMM komanda chiqdi-da, zo'r taklif berdi. Davayt dedi, men bunaqa narsa qilib tashlayman deydi. Men zaifga qoldirdim o'shanga. Misol uchun davayt ishlatib ko'ring, nima o'zgarar ekan. Lekin menda u darajada og'riq yonmayapti. Shunchaki taklifingiz juda kuchliligini hisobiga menda ehtiyoj paydo bo'lishi boshladi. Va shuni hisobiga ham ko'rishim mumkin bo'ladi. Muddat qancha qisqa bo'ladigan bo'lsa, shuncha bu odamga sotish ehtimolingiz yuqori hisoblanadi. Oddiy aytamiz, siz nimadir o'zingizga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bozorga qachon tushasiz? Qachonki olishingiz shart bo'lgan momentdagina tushasiz. Uje olmasangiz bo'lmaydi. Misol uchun qishki kurtka olishingiz kerak, uje qish keldi, qor yog'di. Siz bozorga avtomatik tushasiz. Nimaga olmasangiz bo'lmaydi. Lekin bir baho kuzlarda boshlab chiqib qolsa, reklamaga shunchaki zaifga qoldirasiz. Chunki u hali sizga og'riq unaqa katta emas. Shu asosida 3 ta asosiy filtr bilan qilsanglar bo'ladi. Endi sohaga qarab har xil filtrlar qo'shilib ketaveradi. Misol uchun, agar siz qurilishda bo'ladigan bo'lsangiz, qurilish bo'yicha nech puldir oboroti bo'lish kerak. Yana har xil yo'nalishlar bo'yicha, agar siz ayol kishi bo'ladigan bo'lsangiz, erkaklar bilan ishlatmaydigan bo'lsa, demak sizga ayollar komandasi bo'lish kerak. Yana filtr qo'shilyapti, shuncha sifatli konversiyasi tushib boradi. Ya'ni filtrni siz qo'yasiz. Qanaqa xodim yokida qanaqa ish xohlayotgan bo'lsangiz, shu bo'yicha boshlang'ich filtrlarni o'zingizga belgilab oladigan bo'lsangiz, ish topishingiz ham, vakansiya topishingiz ehtimoli ham juda kattalashi boraveradi. Sizning filtringiz qancha kam bo'lsa, shuncha sizda imkoniyat katta, qancha filtringiz tor bo'ladigan bo'lsa, shuncha sizda ish topish imkoniyati kamayib boraveradi. Shunaqa, lekin yo'q degani emas bu. Ya'ni istalgan sohada, istalgan joyda ish topishingiz mumkin hisoblanadi O'zbekiston sharoitida. Uchinchisi taqdimot. Har doim siz taqdimot qilishda o'zingizning xizmatlaringizni to'g'ri taqdimot qilib berishingiz muhim hisoblanadi va bu uchun ham bizda formula bor. Ya'ni FAB: Features, Advantages, Benefits. Ya'ni xarakteristikasi, afzalliklari va klient uchun foydalari. Shu 3 ta ketma-ketlikda taqdimot qilib berishingiz kerak bo'ladi. Taqdimotda o'zi nimalarni yoritishim kerak degan savolga javobni biz doimo ehtiyoj qismidan olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ehtiyoj aniqlash qismida biz vaziyat savollarini berdik unga va muammosini aniqlaydigan savollarni berdik. Misol uchun o'sha yerda aytdik biz muammosini aniqlaydigan savolda. Misol uchun u sizga aytayapti: lead sifatsiz tushyapti.
Endi o'zingiz shunchaki logichni o'ylaysiz. Qanaqa qilib mana kursda o'qib chiqqansiz, leadda sifatini oshirish mumkin. Siz aytasiz, kreativni yaxshilash kerak, ya'ni berilayotgan reklamaga yoqilayotgan materialni sifatini oshirish kerak. Ikkinchi taklifingiz bo'lishi mumkin tilda. Misol uchun saytga o'taylik, sayt bilan generatsiya qiladigan bo'lsak leadni, oddiy lead formadan ko'ra sifatli bo'lishi mumkin. Uchinchisi, lead formadagi savollarni yaxshilash orqali ham sifatini oshirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni oddiy taxminan mana shu 3 ta variant bo'ladigan bo'lsa, endi vazifangiz shu 3 tani tekshirib chiqish bo'ladi. Ya'ni unda o'zi qanaqa materiallar reklamada turibdi va o'sha narsalarni polni ko'rib chiqishingiz kerak va o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Keyin zaявкani qayerga olib ketyapti? Saytga olib ketayotgan bo'lsa, saytda nima xatolar bor? Yokida agar prosta formaga olib ketayotgan bo'lsa, qanaqa formada savollar bor, xatolar bor, o'sha narsani olib kelishingiz kerak bo'ladi. Bitta mana shuni o'zini misolida ko'rsatib berishimiz mumkin hozirlarga. Taqdimotni maksimal minimalizmda ishlatishga harakat qiling. Agar dizayn bo'yicha o'zingizda ko'nikmalar bo'ladigan bo'lsa, yaxshiroq qilsangiz yaxshi, lekin agar unaqa ko'nikma bo'lmaydigan bo'lsa, maksimal men aytganimdek qiling bo'ldi. Misol uchun, oddiy birinchi beti bor, qora fon, oq yozuvda. Qaysi kompaniya? X class, ism familiyangiz, agar kompaniyangiz nomi bo'ladigan bo'lsa, kompaniyangiz nomi. Bu birinchi bet. Katta siz nimani boshlayotganingizni aytish. Ikkinchi bet, mundarija aynan bu prezentatsiyada nimalarni yoritib o'tyapsiz. Xuddi shu narsalarni yoritib o'tishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi, o'sha birinchi o'rindagi muammo. U sizga qanaqa muammo bilan yozdi? Misol uchun, ya'ni siz aytdingiz, lead kачествоsi deb aytdingiz. Misol uchun, leadda muammo. Siz yechim taklif qiling. Yechimingiz alohida. Shunchaki buni qorada, katta shriftda yokida qalin shriftda yozsangiz bo'ladi. Keyingina muammosini qanaqadir oddiy shriftda, yumshoq shriftda yozsangiz bo'ladi. Agar iloji bo'lsa, mana bu yoqqa o'sha muammoni rasm ko'rinishida berishingiz mumkin bo'ladi. Agar offer, misol uchun, video kreativ bo'ladigan bo'lsa, video kreativni shunchaki ekran zapis qilishingiz mumkin va Canva'da shunchaki shablon bor, iPhone'ning shabloni. O'sha iPhone'ning shabloniga solib ham ko'rsatishingiz mumkin. Mana senda video, mana bunaqa video ketyapti. Muammo, mana bunaqa videoda noto'g'ri aytilyapti. Shuni hisobiga leading sifatsiz. Misol uchun, tupa oddiy aytaman, agar kursga zaявка qoldirayotgan bo'lsa, kurs o'rganib $500 daromad topasiz. Odamlar shunchaki $500 berayotgan ekan deb zaявка qoldirishi mumkin. Demak, hookka almashtirishim kerak. Yechim, hookka almashtiramiz, uni o'rniga mana bu instrumentlardan foydalanishimiz mumkin. Va buni unga qanaqa qilib afzalligi nimada bu narsani? Hookka ko'rayotgan odamni noto'g'ri tushunish ehtimoli pasayadi. Va uni foydasi, misol uchun, klientga foydasi zaявкani to'g'ri qoldirishi mumkin bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda mana muammolarga yechimlarni yozib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Yoki mana birinchi muammo edi, yechim beryapsiz. Ikkinchisida ham yana muammo, misol uchun lead kачествосini oshirish uchun siz aytdingiz lead kачествоsi yomon, yechim sayt qilishimiz mumkin. Sayt qilish orqali mana bunaqa imkoniyatlarga ega bo'lamiz. Endi klientga afzalligi nimada? Ya'ni sifatli lead olish afzalligi kamroq energiya sarflashi mumkin bo'ladi. Unga foydasi 3 ta xodim, 3 ta sotuvchi ishlatib shu оборот qilyotdi. Kачественныйroq ret keladigan bo'lsa, xodim kamroq ishlaydi. Shuni hisobiga 2 ta xodim bilan ham o'sha rezultatni qilishi mumkin bo'ladi. Ya'ni sizga to'layotgan pulidan ko'proq qiymat olayotganini his qilsa, sizga ko'proq to'laydi. Oddiy aytadigan bo'lsak, sotuvchi 3 millionga ishlatadi deylik. Bitta mijoz o'rtacha 3 millionga ishlatadi. Tasavvur qiling, sotuvchini 3 millionga ishlatadi. O'rtacha Toshkentdagi sharoitda 3 millionga sotuvchi ishlaydi. 3 million va 3 milliondan yuqori fiksirli. 3 millionga ishlatyapti. Lead sifatsiz bo'lgani uchun u 3 ta sotuvchi ishlatyapti, chunki son ko'p kerak va ko'p xodim bilan ishlash kerak. Lead kачествосini oshirganingiz hisobiga u 2 ta sotuvchini ishlatishi mumkin va u kamida 3 million tejab qo'yapti. U sotuvchini hisobiga Raslar fiksirованный расходini yo'qotganning hisobiga 3 million so'm tejab qo'yapti va sifatli lead bo'lganning hisobiga uni savdosi oshyapti. Shu narsani ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi prezentatsiyada. Barcha muammolarga yechimlar berganingizdan keyin aynan o'zingizni taklifingizni yorishingiz kerak. Men shu ishlarga javob beraman, shuncha paytda aniq aloqada bo'laman, maksimal harakat qilish kerak aniqroq berishga. Qanchalik aniq o'zingizni qiladigan ishingizni yozib beradigan bo'lsangiz, o'shanda kamroq muammo chiqadi. Oddiy bitta muammoni aytib berishim mumkin. Biz ozgina bitta narsani aytmaganimiz hisobiga klient bizga to'polon qilgan. Nima bu? Shartnomada yozilgan. Misol uchun bizda community manager dushanbadan shanba kungacha ishlaydi va yakshanba kuni ishlamaydi deganmiz. Lekin klient yakshanba kuni ham sпрос qilganmiz.
Nega yakshanba kuni community managerning javob bermayapti yoki menejerlarning javob bermayapti? Yakshanbadam shartnomada kiritilgan, lekin sen menga aytmading-ku buni og'zakida. Ya'ni tanishib chiqishimmi, boshqa narsa aytmang. Shuning uchun ham aniq har bitta narsa yozilgan bo'lishi kerak va klientni tanishtirish shart bo'ladi bu narsa bilan. O'shanda ertaga sizda muammo chiqmaydi. Taqdimot qilib bo'lganingizdan keyin klient sizga "Bo'ldi ukam, qachondan ish boshlaymiz" degan so'zdan boshqa hamma aytgan so'zi bu sizga nisbatan e'tirozi hisoblanadi. O'ylab ko'raman, qimmat ekan, boshqa narsa ko'rmoqchi edim, boshqa vakansiyalarni ham ko'ring. Har bitta so'zi e'tiroz hisoblanadi. Boshqalarni ko'rmoqchimi, demak siz berayotgan taklif unchalik qiziq emas yoki sizdan ham kuchliroq kimdir taklif berdi. Shuning uchun ham uni hech bo'lmaganda aniqlab qo'yishingiz shart hisoblanadi. Kim sizdan yaxshiroq taklif berdi va nima uchun u odam bilan ishlamoqchiligini bilsangiz, keyingi prezentatsiyangizda bu narsani yana ham upgrade qilishingiz, yana ham yaxshilashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni har bitta e'tiroz bilan ishlashni o'ziga yarasha texnikalari bor. Lekin bu videoda bu narsani o'rgatmaymiz. Shunchaki mana shu 3 ta narsani qilish asosida ham siz bemalol boshqa 90% ishga kirmoqchi bo'lgan kandidatlardan ko'proq rezultatga ega bo'lishingiz mumkin va ishga kirishingiz mumkin hisoblanadi. Keyinchalik agar sizda ko'plab e'tirozlar paydo bo'lishi boshlasa, agar kommentariyada aytsanglar, yana e'tiroz bo'yicha video qilib bering desangiz, men e'tiroz bo'yicha ham alohida video ishlab beraman sizlarga. Va oxirgisi va e'tibor berishingiz kerak bo'lgan eng muhim jihat bu har doim qatga borishingizdan qat'iy nazar har bitta ishingizni kelishuv bilan yopishingiz shart. Ya'ni istalgan narsaga, keyingi uchrashuvga, keyingi qo'ng'iroqqa, pul olishga yokida qachondir oplata qilishga har bitta narsa bilan aniq vaqtini, soatini kelishib olishingiz kerak bo'ladi. O'shandagina siz klientga qachon telefon qilar ekanman, nima qilar ekanman, nima desam bo'lar ekan degan o'y xayollarsiz bemalol qo'ng'iroq qila olasiz yoki uchrashuv tashkillashtira olasiz. Har doim klientni ha yoki yo'q degan javobini olishingiz shart. Hech qachon mijozingizni o'rtada qoldirib ketmang. Ya'ni u yoki h desin yoki yo'q desin va o'sha gapgacha olib borishga harakat qiling. H desa pulini oling, yo'q desa nima uchun siz bilan ishlamadi, boshqalarni tanlaganini aniqlashtiring. Bu esa sizni keyingi berayotgan taqdimotingizda yana ham yaxshiroq qilishingizga yordam beradi. Hech qachon bitta joyda to'xtab qolmang. Bu bilimingiz bitta taraf, ikkinchi tarafi bor. Siz har doim qat'iy uchrashuvga borayotgan bo'lsangiz, yaxshi ko'rinishda borishingiz kerak. Bu degani qimmat narsa kiyib boring yoki qimmat ko'rinishda boring emas. Shunchaki toza, ozoda va gap so'zingizga mos tarzda kiyinib olishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa summa so'rayotgan bo'lsangiz, sizning ko'rinishingiz o'sha narsaga javob berishi kerak bo'ladi. O'shandagina siz sota olasiz. Chunki mijozi ichida men bu odamga ko'p berib qo'yapman degan hissiyot hech qachon o'tish kerak emas. Xuddi sizda o'tmasligi kerak bo'lgandaqa hissiyotga o'xshaydi bu. Demak, biz ish topishimiz uchun hech qanaqa bilim shart emas ekan. Biz shunchaki to'g'ri ehtiyojini aniqlab, to'g'ri o'zimizning ishimizga taqdimot qilib beradigan bo'lsak, albatta ish topishimiz va ishga kirishimiz mumkin. Lekin degan joy bor. Shu aniqlayotgan ehtiyojlarimiz, shu berayotgan va'dalarimizni to'g'ri bajarish uchun ham biz to'g'ri joyda bilim olishimiz kerak. Bunda esa sizlarga Space Academy yordam beradi. Space Academy'da tashkillashtirilgan zamonaviy kasblar, ya'ni SMM, targeting, mobilografiya, sun'iy intellekt va YouTube darslari orqali siz bemalol o'zingizning ishingizga javob beradigan tarzda mutaxassis bo'lib chiqishingiz mumkin. Agar kurslar haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, albatta pastdagi link orqali ro'yxatdan o'ting.